Assalomu alaykum. Mana Haliljondan olingan tomir qalamchalar. Iyun oyini 25-si ekildi. Hozir mana 2 oylik bo'ldi, 3 metr. O'tgan yili 100 dona mana orqadagi 7,5 metr bo'lib turibdi. 1 metrlik ko'chatdan 1 yillik ko'chatdan Haliljondan olib ekdim. Ayni noyabrda oxiri qishga Jizzaxda Perivaliya 16 gradus, -16 gradus sovuqni ko'rib, tomirlari muzlab olib kelingan ko'chat 100 dona olib kelgan edim. Haliljon Qarshiga pochta qilgan, men Qarshi shaharga ekkanman. Hozirgi kunga mana 7,5 metr bo'lib turibdi. Haliljonga rahmat. Juda xursandman. Zo'r, yaxshi o'sishi.